Ahmad Nazarov, International o'quv markazi bosh operatsion direktori. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Ahmad, International Schoolda operatsion direktor bo'lib ishlayman. Bugun sizlarga oshchasiga, jaydarchasiga tushuntiraman. Juda ham xodimlarimga har doim oddiy tilda tushuntirishga harakat qilaman. Bor e'tiboringlarni ekranga qaratishinglarni so'rayman. Maksimal darajada kerakli insightni yozib olishinglarni so'rayman. Chunki men aytaman, ketaman, lekin bu bilim sizlarni yordam berishi mumkin. Let's go. Okay, International School hozirda 21 mingta talaba ingliz tilini o'rganmoqda. Toshkent bo'ylab 12 ta filial. Ikkitasi qurilmoqda yaqin orada. Ikkita viloyatda bor. Bittasi Samarqandda, bittasi Andijonda. Hozirda 12 yil davomida 12 ta filial va shuncha 21 mingta talaba, 500 ta xodimni boshqarish uchun LMS, CRM va ERP tizimini ishlatamiz. Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Ikkita muammo bo'lgan. Shu ikkita muammo talabalarda paydo bo'lgan. Biz buni sezganmiz. Bu nima? Xabaringlar bor, dars o'tayotgan paytimizda ko'p vaqtni biz uyga vazifani tekshirishga ajratamiz. Shu muammoni yechimini homework check-in orqali hal qildik. Ya'ni har bitta International School talabasi uyga vazifa qilayotganda uni qaysi so'zni yodladi, qaysi exercise qildi, har bittasini dona-dona tekshiramiz. Undan keyin aytishlar mumkin, bir-biridan ko'chirsa-chi. Ko'chirish mumkin-ku, yoshlar hozir shustri bo'lgan. Buning uchun anti-cheating va AI detektori yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni o'quvchi bir-biridan ko'chirish veriyatnosti kam. Bu Students platformadagi homework check-inning maqsadi maksimal darajada darsni, asosiy darsni uyga vazifa tekshirishga emas. Chunki uyga vazifani robot tekshirsin. Ustoz esa dashbord orqali 14 ta boladan nechta o'quvchi xato qildi, qaysi so'zdan xato qildini ko'rsatib berish. Va eng zo'r fishkasi bu 8 ta xorijiy davlatda olingan video dars. Ya'ni har bitta mavzuga, har bitta unitga biz video dars olganmiz, professional darajada va o'quvchilarga plus. Ikkinchi muammoning yechimi bu speaking. Biz bitta narsa tushunishimiz kerak. Ingliz tili bu predmet, subject sifatida qabul qiladigan bo'lsak, qiynalamiz. Ingliz tili bu hayot. Biz o'sishimiz uchun bitta instrument. Bu instrument International beryapti. Biz muammoni hal qilayotgan paytimizda o'quvchilarda bitta narsa tushundik, ko'proq praktika kerak, speaking kerak. Speaking qilish uchun bizda SOP bor, Standard Operating Procedure. Bunda TTT, STT bor, Teaching Talking Time, Students Talking Time. Bundan tashqari Academic Support Service bor. Har haftada 3 marta siz bilan yarim soat gaplashadi. Lekin bu yetarlicha emas. Bu yetarlicha emas. Shu sababli biz professor Harini yo'lga qo'ydik. Bu boshqa sun'iy intellektlardan, gumanoidlardan farqi bitta narsada. U sizni qayerda yashashingizni biladi. U sizni bugun qaysi so'zni yodlaganingizni biladi, soat nechida yodlaganingizni biladi, ota-onangiz ismini biladi, oyingiz ismini biladi, ukangiz, akangiz hamma narsani sizni haqingizda biladi. Uni qayerdan oladi informatsiya desangiz, ixtiyoriy, majburiy emas, ixtiyoriy mijoz o'zi kiritadi. Va AI professor bilan gaplashayotgan paytda u sizga ChatGPT bilan gaplashsanglar hech narsani tushunmaydi u. Lekin u odam sizni 100% DNKingizni biladi va sizga to'g'ri maslahat beradi, speaking qiladi. AI professor bu sizni speaking darajangizni oshirish uchun qilingan instrument. Uchinchisi, bilasizlar, hozir dunyo bo'ylab communitylar rivojlanmoqda. Community degani birga jamlanish. Bizlarning hozir yig'ilayotgan maqsadimiz bu jamlanish. Birga unite bo'lish. Kuchli bo'lamiz. Kuch adolatda va birlikdadir deb aytamiz. Shu sababli har bitta o'quvchini gruppasida Students appda chat sistem bor. U ustoziga xohlagan payt savol bera oladi. Xohlagan payt o'qituvchini supportiga bera oladi va mijozlar bir-birini oldida gaplashishadi. Fishkani esingizda qolsin. Hozir sizlarga bitta fishkani aytaman. 100% hamma chatdagi razgovorlarni biz saqlanib qilamiz. Nima uchun? Shu prezentatsiyani oxirida tushuntiraman.
har bitta baza bizda saqlanib qoladi. Digital exam. Ota-ona sifatida, men ota sifatida ikkita qizim, bitta o'g'lim bor. Men qanaqadir kursga berayotganimda, pul to'layotganimda har doim natija olishni xohlayman. Natijani isboti bu har hafta siz uni bilim darajasini aniqlash. Lekin bitta bosqichdan boshqa bosqichga o'tayotganingizda har 3 oyda bizda digital exam bo'ladi. Digital examning bitta katta muammosi biz hozir o'quv markazi haqida gapiryapmiz. Keyingi gapim faqatgina o'quv markazi haqida tegishli korrupsiya. Ya'ni biz imtihon paytida ustoz ball qo'shib berishi, "Qo'y, mana shu yaxshi bola, keyin ball qo'shib beraman." Biza dushmanlik qilamiz. Shu sababli digital exam qo'shilgan. U 14 ta bola imtihon topshirayotgan paytda har bitta bolada har xil savollar bo'ladi. So'zlar har xil bo'ladi. Probability bir-biriga tushishi 0.001%. Lekin hayot shunaqaki, bir xillarda ikkita o'rtoq birga o'tirganda savollar bir xil bo'lib qolishi mumkin. Buni ham yonini olganmiz. AI detektor qo'shiladi. Bitta case aytib beraman. Ikkita dugona, deylik Fatima va Zuhra, bir-biridan ko'chirishdi. Westminster universitetida hammada Turnitin bor. Universitetda o'qiganlar Turnitinni biladi. Plagiarizmga tekshiradi. Biz ham shunga o'xshagan instrument qildik. Bir-birida o'xshash joylarini ko'rdik va 0 ball qo'shib berdik ikkalasiga. Bu bizning student platformamiz edi. Endi bor e'tiboringizni keyingi slaydga qarating. Oshchi masaldig'i bo'ladi-yu. Endi boshlaymiz. Students life cycle. Har bitta o'quvchi o'zi hamma o'quv markazi rahbari bo'ldi. Kim o'quv markazi rahbari? Hamma o'quv markazidan kelishdi, to'g'rimi? Biz nima qilamiz? Biz marketing jamoa tuzamiz, ularga aytamiz, qanaqadir video kontent qilinglar, target to'lib aytamiz, target qilinglar, lead generatsiya bo'ladi, elitni olib kelamiz, pulini olamiz. Biz nima qilamiz? Biz targetni urganimizdan keyin bizga 100 ta zaявка keladi. 100 ta zaявкani, har bitta zaявкani 4 kun davomida ishlaymiz. Students life cycle boshlanadi o'sha yerdan. Uni olib kelamiz, u administratsiya keladi, ro'yxatdan o'tadi, gruppaga joylashtiradi, pulini to'laydi. Pulini to'lagandan keyin o'qishni boshlaydi va internationdan ketadi. U voqelikroq ketib qolishi mumkin yoki kechroq ketishi mumkin. Yoki oxirigacha o'qishi mumkin. Bu umuman biznes logikada LTV deyiladi. Ya'ni sizga mijoz 1 yil davomida necha marta qaytib keldi. Internationda 1 yil davomida u maksimum 2 marta qayta oladi. Chunki bitta kurs 1,5 yil, 18 oy davom etadi. Undan oshiq biz uni qaytara olmaymiz. Bizga yangi mijoz kerak. Shu sababli biz life cycle orqali har bitta mijozni qachon o'qiyapti, qayerda o'qiyapti, kimda o'qiyapti, necha marta qaytdi, qaysi oylari qaytdi, hamma info bor. Endi eng qiziqarli joylariga bosamiz. SIP. Online PBX ni kim ishlatadi? Telefon qilish uchun. Umuman mijozga telefon qilish uchun biz har xil CRM larni ishlatamiz. Ammo CRM shunga o'xshagan SIP larni ishlatamiz. Biz har doim rus tilida so'z bor, xatelka. Biz juda ko'p narsa xohlaymiz, ideyamiz ko'p. Bizga o'sha kompaniya qilib bera olmagani uchun o'zimizning SIPimizni yaratdik. Ya'ni bu SIP orqali biz mijozlarga telefon qilamiz. Bitta fishkasi, mijozga telefon qilayotganimizda hamma ismini biladi, familiyasini biladi, qaysi gruppada o'qishini. Biz o'quvchini birinchi marta internatga kelayotganda, uni create qilayotganimizda students bio degan joy bor. Maqsading nima deymiz? Maqsadim o'qishga kirish. Qaysi universitetga? Westminsterga. Qaysi fakultetga? Business administration. Nimaga? Chunki otam shu informatsiyani butun umrga saqlab qo'yamiz. Ertaga u internationga ketganda, Ahmad, esingda bormi, sen Westminsterga kirmoqchi eding? Business administratsiyaga. Aden Toshmat aytgan edi. Tasavvur qiling, 1 yildan keyin sizga shu informatsiyani kimdir aytdi. Va shu orqali mana shu hamma narsa ko'rinadi. Mana. 3-chi fishkamiz forecast. Xohlagan biznesmen o'ziga xuddi Harry Potterdek ruchalniy palishka xohlaydi, keyingi yil martda nechta o'quvchim borligini. International School oldindan nechta o'quvchi ketishini forecast orqali bila oladi. Pratni satnasheniyada. Ya'ni necha foiz o'quvchi ketadi, necha foiz ketadi. Qanaqa qilib ishlaydi? Logika qisqacha, o'tgan yildagi dekabr oyini olamiz va o'tgan oydagi o'quvchilar sonini olib logikasini hisoblaymiz. Bu LMS, bu CRM bilan LMS haqida edi. Oxirgi slaydlarimiz bor. Eng qizig'i shularda. Okey. O'quvchilar haqida bildik. O'quvchilarimiz
hammada xudoga shukr yetarlicha o'quvchi bor. Muammo nimada? Muammo xodimlarda. Yetarlicha kadr yo'q va kadrni onboarding qilish muammosi bor. Bizda recruitment and SOP tizimi bor. Ya'ni xodim veb-saytga kirib o'zini rezyumesini tashlagandan boshlab turib, uni HR executive, CEO, operating director approve qiladi, onboarding boshlanadi. Onboarding boshlangan paytda eng muhimi SOP. Shu so'zni DNK qilib qonimizga kiritishimiz kerak. SOP, Standard Operating Procedure. Bu nima degani? Jaydarchasiga. Sizda axrana xodimi bor, xavfsizlik xodimi bor. Bizani keysida aytib beraman. Soat 6 da u eshikni ochadi, 6:01 da rubilnikni ko'taradi, 6:05 da birinchi xonadagi svetni yoqadi, 6:30 da u hamma svetlarni yoqadi, faqatgina ikkita dona konditsioner yoqadi. Xabaringlar bor, elektr energiya oshib ketdi hozir, tejash kerak. Soat 1:30 da qaysi konditsioner yoqilishi kerak? Soat 8 da qaysi konditsioner yoqilishi kerak? Yakshanba kuni agarda pasmurniy, ya'ni havo yomon bo'lsa, qaysi xonani yoqish kerak, qaysini yoqish kerak emas, hamma narsa dokumentda yozilgan bo'ladi. SOP. Bu bitta axranamiz, faroshimizda ham bor SOP, qolgan hammada. Endi hop, xodimni tayyorladik, idealni bo'ldi, biz xohlagandek reglament bo'yicha ishlayapti. Hayot davom etadi-yu, biz ishxona bu hayot, oila. Oilada har xil muammolar bo'ladi. Lampochka ishlamay qoladi, IT ishlamay qoladi, akademik, household, IELTS practice, administrator, marketing, CCTV, har xil muammolar bo'ladi. Ishonasizlarmi? Bizning faroshimiz agar lampochka kuygan bo'lsa, telefonni oladi, staff appga kirib, task household zadacha beradi, ertasiga o'sha zadachani kerakli odam hal qiladi. Ya'ni 500 ta xodim bo'lsa, bizda shunaqa tushuntirganmizki, sizlarning vijdoninglar qo'yish kerak emas lampochka kuyganiga, даже если farosh bo'lsangiz ham. Siz Internation'danmi, boshqa kompaniyadan farqi yo'q. Sizni har bitta xodimingiz sizni ideologiyangizni 100% tushunishi kerak. Faroshimni oldiga kursni ish pul desangiz, sizga aytib beradi prezentatsiyani. Haftada 3 marta, 80 daqiqada. Ya'ni sizni har bitta xodimingizni DNKsida kompaniyangizni ma'lumoti ega bo'lish shart. Bir xil muammolar bo'ladi, kerasiz, o'zi mana bunaqa bo'ladi. Mana case bitta. Soat 8 gacha ishlaydi International. 8 dan keyin mijoz kelib qolishi mumkin. Administratsiya ketib bo'lgan bo'ladi. Ko'p holatlarda nima bo'ladi? Axran aytadi, ertaga 7:30 da kelgin deydi. U mijoz tushunmaydi-ku 8 gacha ishlashini. Xafa bo'lib qoladi. Bizani case'da axrana keladi, kiring deydi. Kiring. Aylantiraman, mana sizga flyer, ertaga обязательно keling. Fotima sizni kutib oladi. Men endi uncha yaxshi bilmayman-da informatsiyani. Borini aytaman. Ertaga hamma narsani tushuntirib beradi, chiroyli muomala qilib qo'yib yuboradi. Shu narsani bilishlik kerak bo'ladi. Va albatta staff attendance. Kim check-in, check-outni Workly kompaniya orqali ishlatadi. Ya'ni xodiminglar ishga kirganda check-in, check-out qiladi. Ikkita option bor, yoki Telegram gruppa, menejerlar dumaloq video yuboradi, men keldim deb, yoki Workly check-in, check-out Face ID orqali yoki barmoq orqali. Xuddi shu narsa bizda muammo bo'lgan, bizani trебованиямыз ko'proq bo'lgan. Biz xohlaganmiz, endi ochiqchasiga gaplashyapmiz, to'g'rimi? Bez kamerani yoqmasanglar bo'ladi. Deb o'ylayapman-da. Xodimlar bo'ladi, ochiqchasiga perikurga chiqishadi-da, necha soat chiqib ketdi, hamma narsani bilishimiz kerak. Shu informatsiyani bilishimiz uchun biz staff attendance CRM-kada yoqqanmiz. Bu nima degani staff attendance? Bizda har bitta filialda turniket bor. 100% hamma filialda. Даже если siz qo'pol aytganda korol mira bo'lsangiz ham turniketdan o'tolmaysiz. Shunaqa axranaga tushuntirganman. Budchi любезный bo'lasan, lekin sani ustavingda Face ID'si yo'qmi, kiritishing haqqing yo'q. Даже CEO'ni. CEO'da ishlamay qoldimi, men aytaman, menga farqi yo'q, kim u? To'xtat deyman. Men o'zim boraman, olaman staffini, uni rasmga olaman, unga qo'yaman, identifikatsiya qo'yaman va u check-in qiladi. Ya'ni bu orqali biz qaysi xodim soat nechida kirdi, chiqdi, orada necha marta chiqdi, necha marta magazinga borib keldi, bir xil xodimlarimiz bor. Bu front xodimlar bor, ular qoida bo'yicha ishlaydi. Menejerlar bor, sal erkatoylar. Erkatoylar qilib qo'yganmizda, xohlagan paytingda chiqsang bo'ladi, xohlagan paytingda yursang bo'ladi. Ular uchun zo'r narsa bu. Va bitta zo'r fishkasi bor. Kechqurun soat 11 da har bitta menejerga SMS keladi. Sani palonchi xodiming kelmadi, sani mamlatiga qo'lingizda 1000 ta xodim bo'lsa, bo'lmaydi.
Xo'p, oxirgi slaydga o'tamiz. Next. Tez fishkamizni tushuntiramiz. Bu students location. Har bitta o'quvchini qayerda yashashini, qayerda ishlashini, hammasini 100% bilamiz, ixtiyoriy tarzda, majburiy emas. Maqsad bundan e'tibor beringlar. Bu dizayn emas. Bu yerda qaysi rayonda ko'proq o'quvchilarimiz yashashi, maqsad o'sha rayonda filial ochish va oxirgisi next. Bizdagi proyektlar, kichkina proyektlarimiz, biz IDP bilan hamkormiz. Juda ham ularni yaxshi ko'ramiz va Oybek filialimizda ular bilan biz partnyorlik qilamiz. Bizda real ekzamenni CD centerda topshirsa bo'ladi. Xuddi shu ekzamenni mock ham topshirsa bo'ladi. Real ekzamenni ham bitta joyda topshirsa bo'ladi. IELTS ingliz tili o'rganayotganingizda 100 xil kitob bor. O'shalarni hammasida masalliq yig'ib, bitta zo'r produkt qilganmiz va biz ishonamizki, kelajakda onlayn dars rivojlanadi. Hozirda bizda onlayn formatdagi darslarimiz bor, 700 ta o'quvchi o'qiydi. Future project, oxirgi slayd tugatyapman o'sha. Aha, eshitamiz. AI Abbos. Bundan oldin aytganimdek, biz har bitta o'quvchi bilan dialogni saqlanib qilamiz, speech to text qilamiz. Har bitta chatni saqlanib qilamiz. 1 milliondan ortiq baza данный bor va 3 oydan keyin bizning call centerimiz полностью AI bo'ladi. Hamma shevani tushunadi. 100% muomala, chiroyli gaplashadi, kuladi, yig'laydi. Siz yig'lasangiz u ham yig'laydi, siz kulsangiz yig'laydi. AI Abbos qo'shilyapti va staff behavior control bu 100% filiallarimizda kamera bor. Kamerada o'qituvchi qancha vaqt davomida ingliz tilida gapirdi, o'quvchi necha minut davomida qaysi o'rtog'i bilan ko'proq o'tirdi, ota-onasiga SMS yuboramiz. Bu sizlarga foydali bo'lgan. International School 12 yil davomida hech qayerda forumda chiqmadi. Birinchi marta biz chiqyapmiz. Shunaqa. Nima uchun? Chunki 20 mingta talabani 8 yil oldin o'zimizga maqsad qo'yganmiz. 20 mingta talaba bo'lsagina ochilamiz. Sentyabrda biz 20 mingta bo'ldik va International o'z eshiklarini ochmoqda. Ertaga soat 5 da ekskursiya bo'ladi xalqlar do'stligida. Kelinglar. Men o'zim shaxsan ekskursiya qilaman. Welcome to International School. See you next time. Bye. Bravo. Qarsaklarni baralla chalib qo'yamiz. Ahmad aka, ketib qolmaysiz. E'tiborimiz markazi International o'quv markazi bosh operatsion direktori Ahmad Nazarov bo'ldilar va sizni aynan mana shunday hamkorlik uchun qutlash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi direktori hurmatli Sadullayev Alisher Zafarovich tomonidan chiroyli esdalik sovg'alar bilan siylab qolamiz. Qarsaklar sadosi ostida qadrli do'stlar.